Hurmatli obunachilar, Renessans klinikasida navbatdagi kompleks amaliyotimizni natijasini ko'rishingiz mumkin. Demak, patsientkamizga 6 oy oldin mamoplastika, abdominoplastika, liposaksiya hamda lipofilling amaliyotlarini o'tkazib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiqqan yog'larni ma'lum bir miqdorda, juda ham katta bo'lmagan holatda popalarga quyib berganmiz. Hamda undan tashqari intimniy plastika amaliyotini ham bir marotibada bitta narkozda qildirib berganmiz. Bizni esa kuzatishni davom eting, natijamizga esa baho bering.